Assalomu alaykum. Mana nihoyat Xitoyning Chengdu shahrida o'tayotgan Singer 2017 konkursi yakunlandi va g'oliblar aniqlandi. Hurmatli kanalimiz mehmonlari, fursatdan foydalanib aytmoqchiman, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, marhamat obuna bo'ling va bizning videolarimizni tomosha qilib boring. Do'stlar, biz oxirgi oylarda bu konkursni katta qiziqish bilan tomosha qilib, uning qatnashchilari chiqishlarini har bir turda baholab keldik. To'g'rirog'i, biz uchun Dimashning chiqishlari qiziqarliroq edi va uning ijodiy faoliyatini diqqat bilan kuzatib kelarkanmiz, bugungi final konsertini katta hayajon bilan kutdik. Dimash konkursda 2-o'rinni egalladi. Ura, barakalla! Dimash finalda xitoylik taniqli yulduz Shan Wenji bilan kuyladi. Ular Michael Jacksonning kompozitsiyalarini ijro etishdi. Biz Dimashning oldingi turlardagi chiqishlaridan uning ajoyib pianinochi va qozoq do'mbrasining ustasi sifatida tanigan bo'lsak, bu safar u o'zining yangi qirralaridan yana birini ko'rsatdi. Qo'shiq aytarkan, u mohirlik bilan baraban chala boshladi. Bundan tashqari, kuylayotib raqs harakatlarini ham bajarib turdi. Buni esa har qanday qo'shiqchi ham eplay olmaydi. Barakalla Dimash, sen biz uchun albatta g'oliblarning g'olibisan. Shunday masshtabdagi konkursda 2-o'rinni olish juda katta yutuqdir. Lekin shu borada o'z kuzatishlarimni aytib o'tmoqchiman. Dimashning mikrofoni uning sherigi Shan Wenji'nikiga nisbatan pastroq sozlangandek tuyuldi. Ularning galma-gal kuylaganida farqlilik eshitilib turdi. Balki bu nyuans televideniya translyatsiyasida sezilgan bo'lishi mumkin. Zalda esa tovushlar bir maromda eshitilgan bo'lishi ham mumkin. Kim biladi endi. Nima bo'lganda ham Dimashga butun dunyo tarafdor edi va uni qo'llab-quvvatladi. Yangi yutuq bilan men Dimashning hamma fanatlarini tabriklayman. Do'stlar, siz bu borada o'z fikrlaringizni yozib yuboring va videomiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, klass qo'yib baholashni ham unutmang. Yanagi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.